AQShga bu mamlakatning nefti shunchalik kerak bo'lganki, ular hatto uning hukumatini ag'darib, o'rniga bir diktatorni qo'yishgan. 1950-yillar boshida Eron neftga juda boy edi, lekin foydaning deyarli barchasi bir Britan kompaniyasiga ketardi. Odamlar qashshoqlikda yashardi. Shu paytda neftga to'la tankerlar London sari jo'nab ketardi. Shunda bir odam hukumatga chiqadi. Eronning ilk demokratik yo'l bilan saylangan bosh vaziri. U radikal ham emas edi, lekin hamma qo'rqib qilolmagan bir ishni qiladi. Britaniyaliklarni mamlakatdan chiqarib yuboradi va Eronning neftini qaytarib oladi. Lekin orqa fonda AQSh va Buyuk Britaniya allaqachon to'ntarishni rejalashtirib bo'lgan edi. Ajax operatsiyasi boshlanadi. CIA agentlari Tehrondan to'lib ketadi. Ular generallarni pora bilan sotib oladi, tartibsizliklar uyushtiradi, matbuotda soxta sarlavhalar tarqatadi. Bir necha kun ichida ko'chalar tartibsizlikka to'ladi va bosh vazir hokimiyatdan ag'dariladi. O'rniga esa shoh G'arb tomonidan qo'llab-quvvatlangan monarx keladi. U qo'rquv bilan hukmronlik qiladi va Eron neftini yana xorij qo'liga yuboradi. Washington buni g'alaba deb ataydi. To yillar o'tib, xalq qo'zg'olon ko'tarmaguncha shoh ag'dariladi va AQSh yangi narsaga ega bo'ladi. Keyingi 40 yilga yetadigan dushmanga. Yanada qiziq hikoyalarni ko'rish uchun obuna bo'ling.